Agar odamda 28 ta tishi ham yo'q bo'lsa, xuddi shuncha implant qo'yish kerakmi yoki qanaqa? O'zi bunaqa holatda, ya'ni polniodentiya deyiladi. Yuqori jag'da ham, pastki jag'da ham umuman tish bo'lmaslik holati. Ikki xil nazariya bor. Olon 4, Olon 6. Ya'ni hammasi 4 taga, hammasi 6 taga degan. Ya'ni o'sha 12 ta implant, demak maksimum 12 ta implant qo'yiladi. Tepaga 6 ta, pastga 6 ta. O'sha xuddi shu funksiyani bajarib beradi. Ha, 4 ta 6 tasi nimadan kelib chiqib bo'ladi? Bu odamning yoshiga, bemor holatiga, ya'ni suyak holatiga qarab belgilanadi. Endi 28 taga keladigan bo'lsak, bu joyda agar implant to'g'ri yo'nalishda va to'g'ri joyga qo'yilsa, nagruskalar, ya'ni yuklama teng taqsimlanadi va 28 taga umuman hojat qolmaydi. Amaliyotda bu deyarli uchramaydi. Tushunarli aka. Endi men o'zimga nechta implant qo'yish kerakligini qatdan bilaman. 4 ta qo'yib bering deyman, borib 6 ta deymanmi? Buni siz hal qilmaysiz. Buni chuqur diagnostikadan keyin, ya'ni 3D rentgen, fotoprotokol va xirurg implantolog va ortoped bilan birgalikda ko'riladi va undan keyin sizga nechta implant va qachon, qaysi vaqtlar oralig'ida qo'yilishi aniqlanadi. Demak, murojaat qilsam bo'ldi ekan.